Yeni olmayacağız ha? Hı? Onda bo'lganda siz mening opam bilan ko'rishishga yordam qiling. Hı? Jimib ketdingiz qo'y. O'ylash baqaya. Mal kız ol telefon neyim daha almaydıgan bu. Bir kama maşın setiydim ha. Demek bu işlem senin kalanda ötme jüretim sende ha? Kimnin kallasını ötüp deysen, eş kimnin kallasını ötmeyi danış. Ben de kanda kılmazsın sen. Kanda kıldım, eş kimin aşık arlaşmayın. Üzlemin aşını kıyıp yürümezsin. Bakan çoğum sen. Bakan? Onu orada tazı gipimiz bir yerden çıkmayalım. Baktı da şey. Şair içinde de Rmoç plantısı yaptı. Yanı hayatla yanıcı başlayayım dedim. Sen bırak plana bakmayın. Bizim başlar bakılar, kanda olur. Baba bu sübü bilen çıkışıp ötkün olmadı kendime. Hey, bu yok. Bu nasıl sanılmadaş? İsmi Lale. Fakat Reynat'ın tonuysiz demişsem bana. Bana hazır akışım var. Tık git bir kuley. Çıkkanı birden. Bu da Açtıramada. Bu da sana orada pamak. Ya bundan bundan. İşte böyle. Ben tık git çıkıp çıkıp. Ay, Aka? Tuttum ya. Beğense kılıklı çoğuş. Tecrübe oynayıp bakalım ya. Bilmeydim. Aslan bu. Durucu. Bunda kılıp. Bu ses. Kırıktır. Al oğlum. Sabah. Ne işte kasız. Hayatını tartıp çıkkenmişsen buldu Ozan. Sen erteden başlap öyde oldurab, xan işine gününü görsen bulduğu demekçi o. Doğru. Bu izlekten sana gerek yok o değil mi? Ben sana yardım kılıp çık gideyim. Bo'ldi. Riyad so'qqigan deb uyang tizib qo'yasa. Şöyle yaxşı bir tanışıp bakayım. Ben sizni bek yaxshi bilmayman atpayın. Yani yaxshi tanishdan nima aytib deng? Meni qanday tanıysiz? Balkim Sibini bek yaxshi bilasiz go deyman. Sübey? Qaysi Sübey? Sibina muhabbati Sibi.
Ne vasıla aşnay. Ulan qanday to'laysiz? Sübey mening yaqin do'stim. Doim siz bilan ko'rishganlarni man deb beradi, Renat boy deb aslan tushunmay. Görüşüş. Ben ya onu olan görüş bakmasa. Kızlık yap oldu bu. İki Sübey, siz yana sizdan bir muhabbatınız barkan o'rana deb. Birga ko'rishadiganlar keldik. Hammani bilmaydi ha. Albatta. Ilg'o bilishgan. Nigoda Prisnon sizning pullaringizni aldab aytganini, hatto onalar to'y qilmoqchi bo'lganini bilaman. Benim keynim kirib olgan birisi bilan parangiz bo'tamg'adimi, ha? Acaba qilchilik mishingiz ochiq bo'lmadimi? Nemish hichim ochiq bo'ladi, ha? Men hozir pul bundaq ishlarga rayim cho'tlam yenib ketdi. Men hozir kasbimni, xizmatim yaxshi qilsamla bo'ldi. Lekin men bek amroq. Men sizga desam, Rana bilan Sübeş ikisi bek yaqin do'st. Ben sizga bu ishlarni bir ishga so'z bilan tushuntirib beramayman. Men hozir o ishlarni hammani unutib ketdim. Shirkat taraqqiy qilsam, kasbim yaxshilansa bo'ldi. Unutmay qolasizmiki? Nima ish qil? Tushunganimda men paydo bo'ldim. Gapni aytib o'taman udullam deyqa. Men qarsam qil chiroyli qiz bor ekansiz. Savdoning sonasi ekanligingizga tas ishongim kelmayotdi dema. Dema bu yo'l qanday kirib qoldingiz? Sizga desam, men Rana orqali kirib qolgan. O mening bir ishimni hal qilib berman deb men birisi bilan tanishdi. O mening ishimni hal qilib berishlarga men setib etibdi. Men pulga setildim. Men shundan boshlab kishilarning qalbidagi hamma odam amroq bo'lgan, hamma odam yaxshi ko'rgan ash pulga oshiq bo'lib qoldim. Aslında hatta. Ameliyatda pullu adamlarning hammasini undan ketishini atar. Pullu adamlar mening dadamga o'xshash, Valiboyga o'xshash, shunday qiladi. Nurg'un ishlar biz tug'ilishimizdalar o'zgarib ketdik. Siz bek ahmoq ekansiz-chi. Shunday qilib, sizning maqsadga erishmoqchi. Endi mening pulim bor. Men sizlar birlashib Nigoda o'ch olaymanki deyman. Voy abay dedim meni pulga amroq pulimiz yashamayman deb aytdingiz hamda. Nima gap bo'lib ketdi bu? Pulim bo'lish boshqa masala qarang. Ammo uning men kal o'ynatgan umuman boshqa masala. Men fursat kutib tursam, oxir keldingiz. Qanday bo'lamdi ya? Poçtani hemen unutib ketdim. Menchisiz aldıroq qaytdim. Hey bu, sizning ko'nglingizni aldash bilan birga sizning g'urur vijdoningizni aldab ketgan osh rasman mushundal bo'ldi qilib aytmoqchimi? Acaba sizning nazlanib qo'yib boshqalarda yurgini deb biraymi ya? Sabir açılmadı. Sübey adam özünü öldürüp almoqchi ekan. Nima? O'ylashmay bir ish qilib qolmasin deb tuniga son xabarini ko'rsatgan. Sübey herkes unda qilmaydi. U hozir aytgan. Bilal Aliye'yle adam o'rinlashtirib izlayotdi. Bizda hozir saqlashdan boshqa amal yo'q. Hammasi ashirasini kasabdi. Biz uni avarchiq deb bildik. Lekin bu ishni kimni qilganini bilib qoldim bo'lsam, hargiz bosh qo'yatmayman. Iniqli sher tulmamdi aka. Sher u degan kichik bir pichkan, tushundingmi? Kechir. Chiqib ket. Meni yolg'iz qo'yish.
Mening ruxsatimsiz bu yerga hech kim kirmasin. Malım, Nigar keldimi, kelmedimi? Subeni topdingizmi? Avval mening savolimga javob bersangiz-chi. Yo'q, kelmadi. Subeni topdingizmi? Topmadim. Nagim ketgandi u? Uzat nima ish kelmaydigandu. Men qarang, sizning bu ishingizdan jon qutqizishmayim. Avval Subening ishini bir hal qilayli. O Nigar qachon kelganda men shu vaqt siz deganni qilib beraman. Men Nigarga boshqalarning e'tibor kartasini avatkizgan. Shunaq turg'liq o'yani kelmabdi. U o'zini tutishga shunda amroqdi, ajaba xato qilmagandu. Lala, quliqingizga gap kiryaptamdi. Aldım malım. Bulduğundaq biz avval Subena masalasini hal qilayli. Biroq men yashni unutib qolmasangiz bo'ldi. Men cho'qim xato urib berman. Biroq biz hozir Subeni izlab saqchiga ma'lum qilsak qanday bo'lar? Unda qilsaq bo'ldi. Biroq Subeni yo'qotib ketdi demdi. Qandaq ma'lum qilamiz, o'lib olmoqchi demdi. Uni kim so'raydi sababini? Yo'qolib ketganligini ma'lum qilamiz. Telefon urib beqma avval. Undaq desak bo'ldi. Biroq nima chiqman telefon urg'idakman? Esingizdan chiqib qoldimi? Subening omonligi sizning vazifangiz. Uring. Vay saqchi xonama. Bu yerda chiqib qolganimiz qiziq bo'ldi-da, Shakichik. Ishtiroqchi, qandaroq. Bir kunlik kayfiyatim o'ltirgan bo'ldim-da. Qandaqlikim bo'lmasin, mening kayfiyatim buzilmas bo'ldi. Naqra. Bugun mening kim bilan ko'rishgan kelganligimni bilamsan? Ana yaxshi-ku. Ela ahmasakanga deb qo'y. Bu yerda o'qib qolsa, ishimga daxl qilmay yo'qolsin. Deya. Mishaychon, shu ahmasakamniki. Ishsizki ishini tashlamaydi deganda sen nima ish qo'y xolos. Nayt o'rinliq qildim. Men qara. Absharklar ketib, sen degandek naxlalmışlar qapti. O'zim nima bo'lganini bilamay qolchi asta ketolamsiz ya. Ha? Men sana dey. Men ko'rishdigan odamning bir vaqtamqi sening bu yeringdan qimmat. Eng yaxshisi gap noz qilib yo'lni bo'shatsan olamdiki. Aş ko'rishdigan odamni bir ko'rib baqsam bo'larmiki? Qanday? İsmini alsan qo'qab ketamsanki. Ağzına patıdığan iş bo'lsa, mendan so'ra. Shunda anlig'ing bo'lsa, men sana deb beraman. Men Vali boyning o'g'li Subiya apandi bilan ko'rishga keldim. Qiziq.
Cevap ketdingiz o'xshaydi. Biray sho'mag'atdi. Yo'q, hech nima bo'lmadi. Uydagi ishlar sal charchatib qo'ydi. Necha kun oyoqqa tuyuqsiz yo'qolib ketdingiz. Va ishingizni bilamay, uduli kelishib. Tushdan keyin uchrashishga bundoq chiqishingizni xohlamayman shayda. Men dedim-ku, hech ish bo'lmadi, kayfiyatim shunday yaxshi, Renat. Men kichik bola emas. Ha, bo'pti. Keyincha hamma ishlar o'ngshilganda kayfiyatingiz yaxshi bo'lib ketadi. Aras. Nima ish qilamiz? Siz xush bo'lgan ishlarni qilaylik. Kino ko'raylik. Kino? Rom bo'lgan para. Uzoq bo'libdi-ku men kino ko'rmagili. Nima kino ko'rsak bo'lar? Qo'rqinchli kino ko'raylik. Qiz o'ldirib qo'rqinchli film ko'ramiz. Boshqani ko'raylik. Shu qo'rqinchli kino ko'rsam, ko'nglimdagi qo'rqinchni yo'qishga foydasi bo'larmi deyman. Siz xush bo'lganlar bo'lsa, ket. Aras. Nima bo'ldi? Tuyuqsiz bir ish esimga qoldi. Nima ish? Da? Siz Nigarda birsini tanimsiz. Nima deb buni so'raysiz? Kim u? Yo'q, boshqa ishim yo'q. Bundoq so'rab baqdim. Biray sho'mag'atdi? Yo'q. O'tgan sal mijozim yo'qdi, shonsal bearam bo'lib qoldi. Doktorga boramdiq ya. Doktorgami bormayli, kinoxonagam bormayli. Va momamni qishab berib keluvchi. Va momam? U kim bo'lib ketdimi? Tog'am sizni tanishtirib qo'yman. Bilib bering. Okay. Siz xush bo'lganlar ish bo'lsa, nima ish qilsam razi. Ketdik.